9 rangli samoni yutib yuboruvchi ilon. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Yana Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. 9 rangli samoni yutib yuboruvchi ilon yoki jannat pitoni qadimiy xalq rivoyatlarida tilga olingan oliy mavjudot bo'lib, u go'yo faqat afsonalarda mavjud deb hisoblanadi. Ba'zi nuqtai nazarlarga ko'ra, bu mavjudot kuch jihatdan ilon turiga mansub sehrli jonivorlarning ajdodi. Qadimiy samo ilonlardan ham qudratliroq bo'lgan. Biroq ularning soni nihoyatda kam bo'lganligi sababli 9 rangli samoni yutuvchi ilonning shuhrati qadimiy osmon iloninikidan ancha past bo'lgan. Hatto qadim zamonlarda ham bu ilon deyarli hech paydo bo'lmagan. Ammo har safar u paydo bo'lganida ilonlar qabilasi orasida katta hayrat va qo'rquv uyg'otgan. Saylin ham, ya'ni qirolicha Meduza 9 rangli osmonni yutib yuboruvchi ilonga evolyutsiya qilib 4 yulduzli Dovshing darajasiga erishadi va bu qismga ham taxminan 10 ta qism qoldi. Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Agar ushbu Donghuani ko'rishni istasangiz, sifatli dublyajda va original formatda faqatgina Banana TV ilovasi orqali tomosha qilishingiz mumkin.